Shifokor qog'ozlarga ko'milgan. U charchagani yaqqol ko'rinib turibdi. Bemor esa o'zini eshitilmagan va tashlab qo'yilgandek his qiladi. Shifokor unga qaramay kasallik varaqasini uzatadi. Shifokor qabulidan ko'ngli to'lmagan ayol kayfiyatsiz xonadan chiqib ketadi. Bemorga siz bergan dori emas, sizning nigohingiz va so'zingiz ta'sir qiladi. Dori bemorning og'rig'ini kamaytiradi. Empatiya esa uning yuragini davolaydi. Empatiya bu hashamat emas. U bemorga shifo, shifokorga qanoat va insoniylik baxsh etadi. Oddiy g'amxo'rlik bilan juda katta natijalarga olib keladi. Yana o'sha kabinet, lekin endi u iliqroq va yaxshiroq yoritilgandek. Stoldagi qog'ozlar tartibga solingan. Shifokorning qarshisida o'sha bemor ayol, ammo bu safar uning yuzida xotirjamlik va ishonch aks etgan. Shifokor jilmayadi. Uning nigohi endi bemor ayolning ko'zlariga qaratilgan. Uning butun vujudi hamdardlik va e'tiborni ifodalaydi. G'amxo'rlik oddiy narsalardan boshlanadi, lekin uning natijalari ulkan bo'ladi.